Zo'r uxlamoqchimisiz, sportga chiqing. Suzishga boring. Plavani, ya'ni suzish eng zo'r energiyani sarflaydigan sport turlaridan bittasi hisoblanadi. Ko'pchilik aytadi, "Doktor, men uxlamayman. Nima bo'lyapti bizga? Uyqum yo'qolib qoldi" deydi. Oldin yaxshi uxlardim deydi. Qaranglar, uyqusizlikning eng asosiy sabablaridan bittasi harakatni kamayganlik. Nima uchun? Uyqu bizga nima beradi? Uyqu bizga energiya beradi. Endi siz o'sha energiyani kun davomida ishlatib, tugatib, organizm energiyaga muhtoj bo'lishi kerak. Bitta odam ertalab turdi, ishi qanaqa? Zavtraga zo'r qiladi, mashinasiga o'tiradi, bankka borib ishini qiladi, boshqa qiladi, yo bo'lmasa ishxonasiga borib ishlaydi yoki biznesmen borib o'tiradi ofisida, hech qanaqa harakat, obedini qildi, energiya hech qanaqa sarfi yo'q. Yana obeddan keyin yarim soat uxlab oldi. Keyin yana uyga keldi yoki boshqa joyga, choyxonaga borib ovqatlandi, boshqa energiya to'lib toshib yotibdi-da, kechqurun kelib uxlamoqchi bo'ladi. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nimaga? Qanaqa zaryadkasi to'la telefonni zaryadkaga qo'ysangiz zaryadka oladimi? Yo'q. Zaryadka bo'sh bo'lsa zaryadka olishni boshlaydi. Energiyaga ham xuddi shunaqa talab bor. Ya'ni agar siz kunlik energiyangizni harakat, jismoniy yuklamalar bilan sarflab olsangiz, shunaqa qotib uxlaysiz, ishoning, agar sizda uyqu buzilishi bo'lmasa. Bildingizmi? Hozirgi kunda uyqusizlikni kech yotish eng asosiy sabablardan bittasi biz kunlik energiyamizni yaxshi ishlatmaymiz. Yosh bolalar o'rtasida hayron qolasiz. Domda hamma bog'chasiga boradi, bog'chasida ham rejim, ortiqcha harakat qilmaydi yoki maktabiga boradi, ortiqcha harakat qilmaydi. Kechqurun 1-2 bolalar uxlamasdan yuradi. Bizning yoshligimiz qanaqa o'tgan? Bizning yoshligimiz ko'chadan kirmasdik, masalan. To'g'ri-ku. Futbol o'ynaysiz, yugurasiz, sakraysiz, endi tinimsiz. Kech payt amallab uydagilar chaqirib oladi. Kirasiz, yotib, qotib uxlaysiz. Chunki siz kunlik energiyani sarflab bo'ldingiz. Bolalarning o'rtasida ham, kattalarning o'rtasida ham uyqusizlikning asosiy bugungi kundagi sabablardan bittasi harakatni kamaygan. Harakat kam, energiya sarfi kam, ortiqcha energiya organizmda ko'p, energiyaga talab yo'q. Shunga uyqumiz kech va sifatsiz bo'ladi. Shuning uchun yana bitta tavsiya, zo'r uxlamoqchimisiz, sportga chiqing. Suzishga boring. Plavani, ya'ni suzish eng zo'r energiyani sarflaydigan sport turlaridan bittasi hisoblanadi. Zalda son mingta. Faqat o'zimizdan qunt, sabr kerak xolos.